Assalomu alaykum. 24 soat davomida dunyoning turli hududlarida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar tafsilotini NTT telekanalining Jahon informatsion dasturi e'tiboringizga havola qiladi. Studiyada Anvar Azimov. Fransiya prezidenti François Hollande Niger hukumatining terroristik guruhlarga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bundan avval terrorchilar Agades harbiy bazasiga va Arlitdagi uran koniga hujum uyushtirgan edilar. Harbiy bazada sodir etilgan teraktdan so'ng hukumat armiyasi va jangarilar o'rtasida shiddatli janglar bo'lib o'tgan. Buning oqibatida 18 nafar harbiy xizmatchi va 4 nafar jangari halok bo'lgan. Bundan tashqari jangarilar bir necha askarlarni qo'lga olganliklari haqida xabar qilmoqda. Arlitdagi uran konida uyushtirilgan teraktni Parij Fransiya manfaatlariga qarshi qaratilgan hujum sifatida baholamoqda. Chunki bu yerda Fransiyaning Areva kompaniyasi faoliyat olib boradi. Terakt uchun mas'uliyatni G'arbiy Afrikadagi terrorchilik guruhi o'z bo'yniga olgan. Uning yetakchisi hisoblangan Moxtar Belmoxtar Jazoirdagi gaz majmuasiga qilingan hujum paytida o'ldirilgan deb hisoblangan edi. Kuzatuvchilarning fikricha, fransiyalik va nigerlarga qarshi uyushtirilgan teraktlar Malidagi harbiy xizmatchilarga radikallarga qarshi kurashda yordam berilganiga javob aksiyasi edi. Ayni paytda Arlitdagi uran konini ishlab chiqarish ishlari to'xtatib qo'yilgan, chunki zavodga jiddiy ziyon yetkazilgan. Rossiyaning Tver viloyatida ro'y bergan yo'l transport hodisasi chog'ida 4 kishi hayotdan ko'z yumgan. Bunga qoida buzilganligi sabab bo'lgan. Yengil mashina haydovchisi tezda harakatni o'zgartirishga qaror qilgan. Boshqa haydovchilar esa uni o'tkazib yuborishga harakat qilgan bo'lsalarda, lekin hamma ham o'z vaqtida to'g'rimizni bosa olmagan. Yo'nalishli taksi haydovchisi tirbandlikni chetlab o'tishga intilib, yuk mashinasiga urilib ketgan. Buning natijasida 4 kishi qurbon bo'lgan, 9 kishi jarohatlangan. Hodisa yuz bergan joyga bir qancha tez yordam guruhlari va favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli mutaxassislar yetib kelishgan. Jabrlanuvchilardan birini vertolyot yordamida viloyat kasalxonasiga yetkazishga to'g'ri kelgan. Ayni paytda mashinalar harakati tiklanganligi haqida xabar qilinmoqda. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi metro stansiyasi oltindan barpo etiladi. The Independent nashrining xabar berishicha, stansiya qurilishiga mablag' qirol Abdullohning shaxsiy jamg'armasidan ajratiladi. Poytaxtning moliyaviy tumanida 4 yil davomida quriladigan yangi stansiya 20 ming kvadrat metr maydonni egallaydi. Stansiyaning asosiy qismiga marmar, devorlariga esa oltin plastinalar ishlatiladi. Qirol Abdulloh nomi bilan ataladigan ushbu metro stansiyasi dunyodagi eng qimmat va zamonaviy bo'lishi kutilmoqda. Britaniyalik me'mor Zoha Hadidning aytishicha, stansiyani loyihalashtirishda u Saudiya Arabistonidagi qum uyumlaridan ilhomlangan. Chindan ham stansiyaning tashqi ko'rinishi qum uyumlarga o'xshab ketadi. Hadid stansiya ustida futuristik dizayndagi ko'p qavatli bino qurishga qaror qildi. Bu yerda savdo markazi va avtomobillar turar joyi bo'ladi. Bundan tashqari stansiyaga dunyodagi eng katta konditsioner tizimi o'rnatiladi. Eslatib o'tamiz, Ar-Riyodda metro qurilishi 2009-yilda boshlangan bo'lib, unda 6 ta yo'nalish bo'lishi rejalashtirilgan. Xalqaro valyuta fondi rahbari Christine Lagarde vakolatlarini suiiste'mol qilganligi bo'yicha savollarga javob berish maqsadida Parij sudiga yetib keldi. Bu voqea Lagarde xonimning Fransiya iqtisodiyot va moliya vaziri lavozimini egallagan davriga to'g'ri keladi. 2007-yilda u tadbirkor Bernard Tapie ishini arbitraj sudiga topshirishga buyruq bergan. Bernard Tapie bankni Adidas kompaniyasining aksiyalarini sotib olish paytida qalloblikka qo'l urganligida ayblab, ziyonning qoplanishini talab qilgan. Sud tadbirkorga jami 400 million yevrodan ortiq summani to'lashni majburlagan edi. Bu esa Fransiyada mojaroni keltirib chiqargan. Shu o'rinda muxolifat hokimlikni sud ishiga aralashganlikda va bu qaror yuqori instansiyada ko'rib chiqilmaganligida aybladi. Bernard Tapie Fransiyaning sobiq prezidenti Nicolas Sarkozyning yaqin odamlaridan biri hisoblanadi. Sarkozy prezidentligi vaqtida Lagarde uning qo'l ostida vazir bo'lib xizmat qilgan. Shu o'rinda prokurorlar badal pullarning to'lanishi Nicolas Sarkozyning saylov kampaniyasini moliyalashtirgani uchun biznesmen bilan o'ziga xos hisob-kitob bo'lishi mumkinligini rad etishmoqda. Fransiyaning Cannes festivalida 2 million yevro bahosida turadigan brilliant shodasi o'g'irlab ketilgan. O'g'irlik Cannes kinofestivali mehmonlari uchun o'tkazilgan oqshom paytida sodir etilgan. Bir so'z bilan aytganda, shu yilda Cannes kinofestivalida faoliyat olib borayotgan o'g'rilarning omadi chopgan ko'rinadi. 1 millionlik brilliant bilan bog'liq o'g'irlik voqeasi hali unutilmasdan turib, yangi o'g'irlik sodir etilyapti. Bu gal jinoyat Antibes dam olish shaharchasida yuz bergan.
U yerda Shvetsariyaning Degrisagona zargarlik uyi mehmonxonalaridan birida gala kechani uyushtirgan edi. Unda tadbir mehmonlari sifatida Sharon Stone, Paris Hilton, Alessandra Ambrosio, Arnella Muti, Flavio Briatore va boshqa taniqli shaxslar ishtirok etganlar. Jami taklif etilganlar ro'yxatida 800 ga yaqin odam bo'lgan. Kechaning ko'zga ko'ringan yulduzlaridan birida 1,920,000 yevro bahosiga teng brilliant shodasi bor edi. Qimmatbaho buyum zalda, maxsus oyna ichida ko'rk sochib turgandi. Lekin oradan ko'p o'tmay ko'zni qamashtiruvchi bezak qayergadir g'oyib bo'ldi. Vaholanki oyna oldida qo'riqchilar ham bo'lgan. O'g'irlik qanday qilib sodir etilgani haligacha ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu Kann kinofestivaldagi birinchi o'g'irlik emas. O'tgan haftada jinoyatchilar ijaraga sotilgan brilliant toshlarni o'g'irlab ketishgan edi. Yaponiyaning Nissan avtokonserni 840 ming avtomobilni rul g'ildiragidagi nosozlik uchun ta'mirlashga qaytarmoqda. Bunda Britaniyaning Sunderlanddagi zavodida 2002-2006 yillarda ishlab chiqarilgan mikro nusxasidagi 100 mingdan ortiq mashinalar, shuningdek Yaponiyada xuddi o'sha yillarda yig'ilgan Cube modellari ham qaytarib olinadi. Kompaniya bunda rul ishlamay qolish xavfi yo'qligiga ishontirmoqda. Yaxshi burilmagan boltni mahkamlash uchun mexaniklarga 15 daqiqadan ortiq vaqt talab etilmaydi, deydi Nissan vakili. UEFA irqchilik uchun jazo choralarini kuchaytirmoqda. Londonda shu tashkilotning ijroiya qo'mitasi kengashida tomoshabinlar, futbolchilar va rasmiy shaxslarga nisbatan intizom kodeksi o'zgartirildi. Ishqibozlarga nisbatan tribunalarning qisman yoki to'liq yopilishi ishlatilishi mumkin. Futbolchilar va rasmiy shaxslarga nisbatan esa irqchilik uchun 10 ta o'yinga chetlatish joriy etiladi. Hozirda yangi qoidalar faqat Yevropada o'tkaziladigan xalqaro o'yinlargagina taalluqli. Lekin UEFAda shunga mos o'zgartirishlar tashkilotga kiruvchi barcha milliy ligalarda joriy etiladi. 25-may kuni Angliyadagi Wembley stadionida Yevropa Chempionlar Ligasining final o'yini bo'lib o'tadi. Unda Germaniyaning ikki jamoasi Bavariya va Borussia Dortmund jamoalari o'zaro to'qnash kelishadi. Albatta juda ko'plab futbol ishqibozlari ushbu o'yinni intiqlik bilan kutishayotgani rost. Tafsilotlar hamkasbim Jamshid Hojakbarov sharhida. Borussia Dortmund jamoasining Londonga safar qilish oldidan so'nggi mashg'ulot omma uchun butunlay yopiq tarzda o'tdi. Borussia Chempionlar Ligasi finaliga o'zining eng yaxshi futbolchilaridan biri Mario Götze ishtirokisiz tayyorgarlik ko'rmoqda. U yengil jarohatlangan. Borussiyaning raqibi Myunxenning Bavariya jamoasi esa aksincha yaxshi formada. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tamizki, Jupp Heynckes boshchiligidagi Bavariya bu mavsumda g'alabali hat-trik ortidan bormoqda. Myunxenliklar Germaniya chempioni bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Shanba kuni esa Chempionlar Ligasi finalda o'ynasa 1-iyun kuni Germaniya Kubogi finalda Stuttgart jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Demak, 25-may tunida Yevropa Chempionlar Ligasining navbatdagi g'olibini bilib olamiz. Ushbu uchrashuvning yil o'yinlaridan biri bo'lishiga shubha yo'q.
Xalqaro maydonda hozircha mana shunday xabarlar. Odatdagidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Shunday ekan, NTT oilaviy telekanaldan uzoqlashmang. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.